ta'lim-tarbiya jarayonlarini. Bugun yana sizlar bilan amaliy darsimiz. Maktabgacha ta'lim-tarbiya jarayonlarini sifat va samaradorlik jihatdan yuksaltirish mavzusini o'tar ekanmiz. Xo'p, o'tilgan mavzularni takrorlash yuzasidan sizlar bilan hozir A4 formatini olib boramiz. Barchangiz rasmga oling bularni. Qonun, ta'lim, loyihalashtirish, pedagogik texnologiya, tizimlilik, tarbiya va aksiologiya. Tayanch tushunchalarimiz: differensial yondashuv, individual yondashuv, ijodkorlik, maktabgacha ta'lim tashkiloti, kreativlik, kommunikatsiya hamda tarbiyaviy faoliyat. O'qitish metodlari, texnologik yondashuvlar, usullar, kommunikatsiya, nazorat, boshqaruv, qonun va ta'lim. Qonun, aksiologiya falsafasi, motivatsion muhit, innovatsion pedagogika.